Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Avvalambor sizlarni bugungi muborak hayit ayyomi bilan chin qalbimdan tabriklayman. Hammamizga hayit muborak bo'lsin. Butun musulmon xalqiga hayit ayyomi bilan tabriklayman. Juda ham eng ajoyib bayramlarimizdan biri bu. Butun komandam nomidan sizlarni hammamiz tabriklaymiz hayit ayyomi bilan. Yana bir marta, yana bitta bayramimizning sababi biza bugun 100 ka bo'lganmiz. Buning uchun endi tort nimalardir qilmadik-ku. Buning uchun eng avvalo negativchi klientlarimga, negativ bildirgan klientlarimga rahmat aytmoqchiman. Shu negativchilarimiz borligi uchun men bugun 100 ka bo'ldim. Sizlarga kattakon rahmat. Sizlar bor, biza bor, xalqimiz bor, biza bor. O'sha xalqimiz borligi uchun biza shunday xizmatdamiz, shunday darajaga yetganmiz. Shu munosabati bilan, hayit munosabati bilan bu ya'ni bizaga juda ham yangilik tovarlarimiz ko'p kelgan. Yangilik tovarlarimiz bilasizlar, birinchi Nargiza Style magazindaman hozir. U o'zimizning arzonchi Nargiza do'konida ham kunlik yangilik tovarlarimiz juda ham ko'p. U do'konimizga ham o'tib obzorini qilib beraman sizlarga. Bugungi qiladigan obzorimiz mana shu hayit munosabati bilan 170 ming, 180 ming, 160 ming so'm sotilgan ko'ylaklarimizni xursandchiligimni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. 140 ming so'mdan qilib qo'yapman. Ya'ni mana ignimdagi ko'ylagimiz. Kuni kecha ham olgan klientlarimiz xafa bo'lmangizlar, faqat hayit munosabati bilan mana shu ko'ylaklarimizga chegirma beryapman. 1-iyungacha amal qiladi bu chegirmamiz mana. Ignimda oq rangi, buni yana 3 xil rangi bor. 3 xil rangchasidan standart razmerda, ya'ni 48 dan 56 gacha bo'lgan razmerlari bor. Bu ko'ylagimizning narxini 140 ming so'mdan qilib beraman. Ya'ni 30 ming so'm chegirma asosida qilib beryapman. Hayit munosabati bilan aziz klientlarim, hammalaringizni hayit bilan tabriklayman. Do'konimizda kutib qolaman.